Aziz obunachilar, bugungi videoligim Urganch shahri 4 qavatli binoda 2-qavatida xonamiz alohida 2 xonali kvartiramiz sotib oldik. Lokatsiyaga 7 marshrutkaning oxiri garaj bo'lmaysa, xullas. Doğrumsa getadom yo'limiz yana yangi televideniya getadom yo'limiz obunachilar. Asatiliğine 7 avtobuslar ham bor, damozlar ham bor. Inshaalloh bilan tomosha qilsangiz obunachilar. Hurmatli kvartirani to'liq tushuntirib o'tsak, yangi ta'mirlangan 2-qavat ekan. Lokatsiya garaj bo'lmaysa. Umumiy kvadrati 49 metr kvadrat, yuvishxona, hojatxona alohida, mehmonxonamiz, eshiklar o'zgargan. Prixojga zonamiz yana bu yerda, bu spalnyamiz. Oyaklarni linoleum döşəyib, plyuslarimiz bor, jaluzilarimiz, aynalar yaxshisidan qo'yilgan. Bu fayzi joy. Olgan odam izzat başı beradi, kvartira qo'ysam, bemalol kvartiradan yaxshi o'tiradi. Tak, perdelar qo'yilgan, konditsionerimiz bor ekan. Mehmonxonamiz ham giyin. Yankı işçilerine kvadratlı giyim bunu. Bir de kafel organ mozaika o'xshagan kafellar. Eshiklarimiz yana ajoyib oq eshiklar yana. Hojatxonamiz. Benim esa sanuzelimiz joylashgan, sanuzelimiz ham kafel bo'lgan ekan obunachilar. Oshxonamiz balkonga ko'chgan ekan. Bu yerdan bir choy ichib o'tiradi, bu golokkoda dum chiroyli bo'ladi. Kuxnyamiz, moykamiz, gaz plitamiz bor ekan obunachilar. Mesela balkonimiz 6 metrlik, bu yerdan Nodim plastik bilan izolyatsiyada o'tilgan. Narxi 380 million so'm. Telefoningizda 88 530 000 aloqa chiqadi. Sog' bo'ling, omon bo'ling.